Tandir nonini eng oson usulda tayyorlaymiz. Unga hamma mahsulotlarni bittaga solib xamir qoramiz. Xamirni hech qanday siri yo'q. Hamma retseptlar video tagidan yoki kommentariydan topishingiz mumkin. Xamir tayyor bo'lganidan so'ng 2 soat xona haroratida oshiramiz. Osh chiqqan xamirlarni 150 grammdan zuvala qilib dumaloq shaklga keltirib olamiz va yana 20 daqiqa oshirib shakl berishni boshlaymiz. Yasab bo'lgan nonlarimizni ustiga soda va shakarni qatiqda solib surib chiqamiz. Nonni tandirga tekkizamiz va 10 sekund kutamiz. Non izi 10 sekundda qizarsa, tandirimiz tayyor. Nonlarni yopamiz, suv sepamiz va 30 minutda qizartirib pishiramiz. Bu xamirni tandirda emas, duxovkada ham pishirsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, yoqimli ishtaqa.